Marokashga ham bo'lolmadi-ku. Yana nima mush Ronaldo yulduz. Futbolni ermak uchun o'ynamagan Cristiano, ko'plab yulduzlaring sindi leksin madi Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deya atab oldin to'pini sanarsan. Ammo qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini, Messiga fanat deyishar. Ronaldodan zo'r o'ynaydi, bu jahon chempioni bo'ldi. Qachongacha Cristianoga muxlislik qilasan? Axir u jahon chempioni bo'lolmadi. Chempionlar ligasida ham o'ynamayapti. Marokashga ham bo'lolmadi-ku. Yana nima mush Ronaldo yulduz. Futbolni ermak uchun o'ynamagan Cristiano, ko'plab yulduzlaring sindi leksin madi Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deya atab oldin to'pini sanarsan. Ammo qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini, Messiga fanat deyishar. Ronaldodan zo'r o'ynaydi, bu jahon chempioni bo'ldi. Qachongacha Cristianoga muxlislik qilasan? Axir u jahon chempioni bo'lolmadi. Chempionlar ligasida ham o'ynamayapti. Marokashga ham bo'lolmadi-ku. Yana nima mush Ronaldo yulduz. Futbolni ermak uchun o'ynamagan Cristiano, ko'plab yulduzlaring sindi leksin madi Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deya atab oldin to'pini sanarsan. Ammo qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini, Messiga fanat deyishar.